Ketdik. Bo'lsa kerak. Ko'tarib olgan yaxshi. İlana telefonga ehtiyoj bo'lmaydi. O'sha pauzani topa olmayapman deb ba'zi knopkani. Bu kazino bu. İçeri gidiyorum. Ya tüpik ekan tüpik. Non teşekkür ederim. Nonga tashlagan xor bo'ladi nonga. Ular bilsam qushlar yeb ketadi shuni. Ko'rding? Qo'ysa tepaga. Gayaklar urush ko'rganmi, o'chqaganmi? Ham daraxt zo'r ekan. Xo'p, assalomu alaykum aytganday salom bermadi. İkinci tun istiponada. Kunduzgina yetib kela olmayapmiz. Chunki kunduzgina boshqa ishlar bilan cho'mildik. Basseynda bolalar maza qilib cho'milishdi. Shopping qildik ozgina, produktda. Restoranlar orqasi ishlayapti. Mana qaranglar, arabcha stil. Yaxshi chiroyli. Biz get lost bo'lmoqchimiz bu uylarning ichida. Getting to lost bo'larmidi? Getting to lost. Yo'qolib qolmoqchimiz. Qaytamizmi, dars yuramizmi? Pirojni boyagi joyga boramizmi? Ko'rganimizga shahar narigi chekkasida. Chetga o'tinglar. Haydar ekan 20 tezlik. Mana bular ichida 5 bo'lsa ham kerak. Lekin ispanlarda ham qoni qaynoq ekan. Bu yerda o'rtog'im bor. Katta fura haydaydi. O'sha aytadi, shunaqa tez haydarkan ispanlar desam, xafa bo'lmang jo'ra deydi. Issiq joyda shunaqa bo'ladi haydovchilar deydi. Qoni qaynoq bo'ladi deydi. Issiq joyda o'lkalari
Shunaqa qoni qaynoq bo'lar ekan. Nega unaqa desam, miyani ichi qattiq bo'ladi-ku deydi. O'sha deydi salqin joyda aynimaydi, issiq joyda aynib qoladi deydi. Hazillashmaydi albatta bu narsa. Lekin haqiqatga yaqin, chunki issiq joyda odamlari temperamentli bo'ladi. Qoni qaynoq bo'ladi. Ham tog'li rayon-ku. Irlandiyaning mashinasi, Irlandiyadan kelibdi mana shu yerga. Orqasida. Mashina kelyapti. Polis ekan. Polis bo'lsa, bular ham jim bo'lib qolar ekanda, polisni oldilar. Ha, polis ko'rsam, bunaqa mulla menga eshak deb bo'lib. Chetdan yurishinglar. Sen bu yerda yurmay yoqqa o'taman, maylimi? Qizim ham video ko'ryapti. Arab bolalar. Gala qo'yapti. Arabning ispan ko'rinishida arabniki ispan bo'lsa kerak. Kaçacağımız. Git, bitten to'g'ri yuraveringlar chunki односторонний ko'cha ekan. Pastak baliqchilarning uyi, bu yerda baliqchilar yashagan. Gullar dikti şeyler. Kantagacha o'tib ketdim. Devorda. Aslida to'y bo'lyapti, to'y. Ilola sekin yur qizim. Ahmad boyda uy bo'lsa kerak, darvozasi katta ekan. Kimdir baqiryapti. Shamol. Bu yoqda o'sha turistlar yuradigan joylar, shovqin-suron. Tepasi tinch. Musorni olib chiqib qo'yibdi. Bularda musorda sortirovka qilmas ekanda, hammasini bitta joyga tashlar ekan. Keyin menimcha kimlardir o'l tozalaydi. Musorkasi. Magazin bu. Antikvar magazin.
Mana yo'q, katta zamonaviy ko'chasi. Bular eski ko'chalar. Har bitta ko'chaga tuvakka, tagi toshda betlar qoya. Tuvakka ekib chiqibdi. Qurotib chizib ketishdi bunaqa. Har bitta tuvakka ekishgan. Buni kimdir sug'oradi keyin. Bular qishda kelganimizda apelsinlar pishyapti. Yo'q. Ileride sekiyor. To'y bo'lyapti. Ahmad ekan kichkina o'g'lim to'y. Manuel Porras Alcantara, periodico y poeta bo'lgan ekan. Qishda ham chiroyli, hozir ham chiroyli. Hozir bilmadim, kameraga tushyaptimi yo'qmi. Yumshoq, chiroyli bo'ldi. Okay, this is the house. Kecha soat 11da ispanlar ovqat yerkan gumbillatib yurdik. Bugun mana xohlasa o'zimiz yeb o'tiribmiz. Shunaqa chiqsa bu yoq uzalashib ketadi. O'z Marokkolarda magazin shekilli. Aralashtiribman bunda hammasi Marokkosda. Nurlar qabilasi boshqargan ekan-da bular. Nimani oldi ekan? Skuggam oldi ekan. Skuggangmi? Lampa sotdim, ikki lampa oldi. Suma hasta el hueso? Anaqa-ku. Savol javob qilsa. Ko'tarasanmi? Hueso degan sirmi? Question degan emasmi? Ko'p bor ekan-da. Ketdingmi aytdi ko'cha bor ekan. Mana. Ikkita O'zbekistonga qo'nadi. O'zbekistonga o'xshab ko'rinyaptimi? Endi palmlar yo'q. Wow, bitta spooky uy. Degan bitta spooky uy. Spooky uy ekan. Naqshtas o'zi yo'q qo'ydi, spookylar bo'lgan sizda. Rostdan bu spooky uy. Ular sayda hech kim yashamaydi bitta. Rostdan spooky. Spookylar bo'ladi. Spookylar. Mana men ham spooky bo'ladi. Rostdan. Hamma bilmaydi faqat bir ko'r istaganman. Nimani? Bir spooky.
Opang senga kulyapti qizim. Bu bitgan bitta. Böyle mi böyle? Zakari çapalla body bu biliyor. Tamam yapar. Kitsen de bir kafalar. Ayo bu Bu kilana kakak. hayravat bu mahallaga kirib bo'lmaydi. Kichkina uychalarda mana shu odamlar hammasi shu atrofdan chiqib kelar ekanda, chiqib kelib anaqa uyda internet yo'q bo'lsa kerakda bular. Shuncha emas ko'chada o'tiradi. Svet o'chib qolgan bo'lsa kerak. Jo'ramiz, aylanib deb. Ta ko'chani svetini o'chirib qo'yguncha. Yo'qin keldimi? Accident deyince öyle. Accident. Bu iki kvartallar sayda endi sabr qilsin. Ya charchagan uyqusi kelyapti. Soat 11dan 10 minut o'tdi. Bu ichki kvartallar. Ichki kvartal bo'lgandan keyin tinch mana hamma yoq. Boyagina o'rta ko'chada o'tirgan, katta ko'chada o'tirgan hammasi mana shu uylardan chiqqan. Asosan ispanlar edi o'sha joylarda, ichkari joyda. Mana sohil bo'yida turistlar ko'p. Nabirejnida turistlar ko'p, bu yerda ispanlar ko'p edi boyagi joyda. Endi hozir bitta narsani o'ylab qoldim men. Ancha har bitta o'tirgan odamning o'zining restorani borda. Ular har kuni qayerga borib o'tirishdi, gaplashadi bugun deydi. Senikiga boramiz deydi-da, o'sha yerda o'tiradi. Endi deydi senikiga boramiz deb. Hech kim uyda ovqat yemaydi-da, hamma ko'chada bir-birini uyda ovqat yeb yuradi. Sayda uxlab qolma qizim. Maylimi? Ko'zingni ochib yeb o'tir. Yumilib ketyaptimi? Soat 11dan 15 minut o'tyapti. Hali ham bolachalar o'ynab yuribdi ko'chada. Uyda svet o'chib qolgan desam, svet o'chmagan, hammasining uyda sveti bor. Ambulans ketyapti. Sayda ko'rdingmi ambulansni? Nega ambulans ketdi? Kimdir mazasi qochib qolgan, kimdir ko'p ovqat yeb qo'ygan yoki yiqilib tushgan. Kechagi birinchi video bo'lgan joy yoki qorni ochib qolgan. Ispaniya nega futboldan zo'r, kim biladi? Chunki ularda stadion yo'q. Ko'chada o'ynaydi hammasi. Ko'chada o'ynaydi. O'g'il bola, qiz bola o'ynar ekanda. O'shaning uchun bular futboldan zo'r. Stadion bo'lmaganligi uchun domlar orasida tepib o'ynab ketishadi.